Aytmoqchimizki, qalb Allohnikimi, xohlagan soniyasida o'zgartiradi. Bitta dalil aytaylikmi bunga? Hayotda dalil. Fuzayl ibn Iyozni hamma taniydi, rahmatulloh alayhi. Oldin u kishi qaroqchi bo'lgan. Subhanalloh. Mana bu joyini qarang endi. Qaroqchi, yo'l to'sar, shunaqa yomon odam bo'lgan. U kishini yomonlash emas, bir tarixni eslasangiz ham u kishini yomon ko'ra olmaysiz. Muhabbat shu qadar zo'rki, u kishini gunohlarini eslasangiz ham yomon ko'ra olmaysiz. Nimaga? Alloh yaxshi ko'rib qo'ygan. Qaroqchi, yo'l to'sar, birovi pulni olib qo'yib, yeb, urib, jo'natib yuborgan odam, uni iymonlarining masalasi boshqa, unga to'xtalmaymiz. Iymon keldilar, o'z iymonlidilar, yaxshi bo'ldilar, zo'r bo'ldilar, shunaqa taqvodor, shunaqa obid, shunaqa vali bo'ldilarki, haqiqatda ko'rgan Abdulloh ibn Muborak, Fuzayl ibn Iyozning qara darajasini. Bir oy oldin qanaqa edi-yu, bir oydan keyin qay darajaga yetdi? Abdulloh ibn Muborak guldiroz qarsak chovoryaptilar-da, oddiy qilib aytganda. Shu qadar yaxshi inson bo'lib ketganda. Lekin Fuzayl ibn Iyozda Ali ibn Fuzayl degan o'g'illar bo'lgan. Taqdir taqozosi bilan bu ham g'irt yaramas bola bo'lib qoldi. Benamoz, betavfiq bola bo'lib qoldi, rosa gapirdilar, ko'nmadi. Kechqurun tahajjudga turdilar. Tahajjudga turdilar-da, namoz o'qib bo'lgandan keyin yig'ladilar. Ey Allohim, men qo'limdan kelganini qildim. Endi qalb seni qo'lingda ekanda nima qilay? Bu bolamni o'zgartira olmadim. Qalblar seni qo'lingda. Sendan so'rayman, bolamga hidoyat bergin, tavfiq bergin. Seni yo'lingda yurishini, qiyomat kuni bu bilan birga jannatda ko'rishni orzu qilaman. Men qiynalib qolaman, o'zim jannatda-yu, bolam jahannamga tushib ketib qolsa. Sen rahmlidan rahmlisan. Sen bandangni xafa qilmaysan. Sen bandangni hijolat qildirib qo'ymaysan. Sen bandangning duosini ijobat qilasan, chunki Qur'onda aytgansan, duoingizni ijobat qilaman deb. Men senga duo qilaman, o'g'limni senga topshirdim. Hidoyat ber, tavfiq ber, rushd ber, shunday bir yaxshi inson bo'lsinki, uni jannatda ham ko'ray. Allohu akbar. Ulamolar aytadi, Ali ibn Fuzayl ibn Iyozdan 10 barobar yaxshi bo'lib ketdi deyshadi. Fuzayl ibn Iyozni Abdulloh ibn Muborak ta'rif etdi. Endi Ali ibn Fuzayl ibn Iyozning o'g'lini butun olimlar ta'rif etib, Fuzayl ibn Iyozdan ham o'g'il o'tib ketib qoldi, ilmda ham, taqvoda ham, fiqhda ham deydi. Nima? Bu joyda nima? Otani duosi ketdi. Otani ixloschilik hech kim ixlos qilmaydi, manaman degani ham. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Chunki bizni farzandimizga o'zimizchalik hech kim qayg'urmaydi.